Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Agrobank aksiyadorlik tijorat banki menejeri Solijonov Shohruxbek. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Urgenji mafiyada joylashgan 123-32 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilganligini ko'rishingiz mumkin. Maydon hajmi jami 10 gektarni tashkil etadi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda tarvuzlar hosil bermoqda hamda hosillari aholiga sotilmoqda. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar hamda kimyoviy oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 24 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 42 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Urganji Agro ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.